Assalomu alaykum. Pinablog O'zbekiston kanali obunachilari. Do'stlar, 2026-yil 27-fevral holatida qurigan pinabloklar bilan tanishtirib o'taman. Narx-navolari bilan tanishtirib o'taman do'stlar. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida 13 ming so'm joyda yuklab berganmiz. Mana shunday qup-quruq tayyor pinabloklarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin, burchaklari butun, zo'r holatda bo'ladi. Pinablokdan uy quraman deganlar uchun tayyor bor do'stlar mana. 2000-3000 ta qurigan tayyor bor. Bemalol kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Qashqadaryo Muborak tumanida 13 ming so'm joyda yuklab beramiz. Mana ustlari terib ham yuklab berilgan. Bu 2-3 kun oldin ho'l payti yuklangan. Zo'r holatda ko'rishingiz mumkin. Xitoy Hind parashogiga chiqyapti do'stlar. Xitoy Hind parashogini ham O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapmiz. Ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Mana shularda usti ham 2-3 kun oldin yuklangan. Taylari ham qurib qoldi o'sha. Hammasi mana tay bo'lishiga qaramasdan burchaklari butun zo'r holatda e'tibor bersangizlar bo'ladi. G'ishtlarimiz sifati zo'r. Bitta qattiq holatda bo'ladi. Kelib ko'rib baho berib olaverasizlar. Ko'rishingiz mumkin. Ovoziga baho beramiz mana. Hammasini shunday qilib ko'rsa bo'ladi. Qattiq mahsulotdan ekonom qilingan yo'q bu pinabloklar. Mana ko'rishingiz mumkin. Qurigan tayyorlaridan bor bizda. 27-fevral holatida do'stlar. 2026-yil 27-fevral holatida mana shunday qishlarimiz bor. Shu yerda pinablokdan uy ham qurilgan. Uyni ko'rib, remontlarini, ichki remont, tashqi remont hammasini ko'rib baho berib olaverasizlar. Ishlab chiqarish jarayoni davom qilyapti. Arzon bo'sh pinabloklardan emas. O'sha burchaklari shuning uchun ham o'ta zo'r holatda. Mana eng taydagisidan boshlab tepasigacha mana ko'rishingiz mumkin. E'tibor bersangizlar, hammasi zo'r holatda bo'ladi. Quriyapti, g'ishtlarimiz qattiq bo'lganligi uchun hozirgi kunda qish bo'lishiga qaramasdan quriyapti. Yomg'ir ham ko'rdi, qor ham ko'rdi, umuman sifatini yo'qotgani yo'q. Latoyligidan bor, tumbalik pinablogimizdan tugagan, tumbalikni zakazga chiqarib beramiz do'stlar. Tumba latoylarga keladigan bo'lsak, latoyligi g'ishimizdan ko'p, tumbalik g'ishimiz tugagan, zakazga uni ham chiqarib beraveramiz. 5-6 ming g'ishimizdan 2-3 mingtasi qurigan hozirgi kunda. Hovli tomonda ham qurigan g'ishlarimiz bor. Kelib ko'rib baho berib olaverasizlar. Xullas, like'larni bosamiz do'stlar. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna tugmachasini bosib qo'yamiz.